Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa biz 1 yil davomida planlashtirilgan sinfdoshlar yig'ini, ya'ni dam olish maskaniga kelib 3 kun mobaynida maza qilib, xordiq qilib dam oldik. O'rtoqlar bilan yig'ib olish o'zicha bo'lmadi bularni. Mana ko'rganlaringdek. O'zi 17 tamiz. Qanday bo'ldi damlarimiz? Nihoyatda zo'r, maza qildik. Qor aka? Rahmat, zo'r. Damlarni olib, xudo xolasa mana chiroyli bo'lib qaytyapmiz hammamiz. Yana bir yildan xudo xolasa kelamiz. Rahmat, bolalar mashhur. Bajon. Juda zo'r maza qildim oldik. Bugun 35 yoshli o'rtog'imiz. Buni xudo xolasa o'z zaliga kelganda kelish nasib qilsin. Sherxon? Zo'r hammasi, zo'r. O'ta zo'r, toshkent tomon. Maza qildik va Jaloliddinxon yaxshi xizmat ko'rsatdi bizga. Maza qilib olgani ancha xizmatlari sizni rozi qo'yasiz. Muhriddinjon? Sizlar ham rozi qo'yasiz, o'ta a'lo darajada. Gaplar 100. Muhriddin? Oqibatlar cho'tki bo'ldi hammasi. Hamidullojon? Xudo xolasa yildan umraga 10 kishi boramiz. Xudo xolasa umraga boramiz. Inshaalloh juda ham maza qilgan oldi. Birga hajlarga umraga borish nasib qilsin do'stlar. Hajjon? Zo'r bo'ldi. Xudo xolasa mana shunaqangi sinfdoshlar bilan yig'ilib yangi yilga umralarga borish nasib qilsin. Sinfdoshlar uchun nasib qilsin. Mana shunaqa oqibatlar chiqdan yo'qolmasin. Sog' bo'linglar, salomat. Basini. Bu basini bo'ladi. Bas. Yig'ilishda o'zingizga ko'ra